Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga bir xbet ro'yxatdan o'tish usulini juda oson va tez ko'rsatib beraman. Agar siz ham telefondan turib pul ishlashni yoki sport stavkalarini qo'yishni xohlasangiz, unda bu video siz uchun. Birinchi navbatda bir xbet saytiga yoki ilovasiga kirishingiz kerak bo'ladi. Buni Google orqali yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin. Sayt ochilgandan keyin yuqori qismida ro'yxatdan o'tish yoki registratsiya tugmasini ko'rasiz. Shu tugmani bosasiz. Keyin sizga ro'yxatdan o'tish formasi chiqadi. Bu yerda siz telefon raqam orqali yoki email orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Eng oson usul telefon raqam orqali ro'yxatdan o'tish. Telefon raqamingizni kiritasiz, keyin o'zingiz uchun kuchli parol qo'yasiz. Parol kamida 8 ta belgidan iborat bo'lishi tavsiya qilinadi. Shundan keyin eng muhim joy, promo kod qismi chiqadi. Bu yerga albatta bir xbet promo kodini yozing. Chunki shu promo kod orqali siz maxsus bonus va qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Promo kod yozilgandan keyin davom etish tugmasini bosasiz. Keyingi bosqichda sizdan ba'zi oddiy ma'lumotlar so'raladi. Masalan, ism, tug'ilgan sana va davlat. Bu ma'lumotlarni to'g'ri kiritish tavsiya qilinadi. Ro'yxatdan o'tish tugagandan keyin sizning bir xbet akkauntingiz tayyor bo'ladi. Endi siz balansingizni to'ldirib, sport stavkalari qo'yishingiz yoki kazino o'yinlarini o'ynashingiz mumkin. Bir xbetning eng katta afzalliklaridan biri bu tez depozit va tez pul yetish tizimi. Siz Ustart, Humo yoki boshqa to'lov usullari orqali balansingizni oson to'ldirishingiz mumkin. Shuningdek, yangi foydalanuvchilar uchun turli xil bonuslar va aksiyalar ham mavjud. Ayniqsa promo kod orqali ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar ko'pincha qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishadi. Agar siz hali bir xbetda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, unda hozir ro'yxatdan o'tib ko'ring. Eng muhimi promo kod, bir xbet proni yozishni unutmang. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu kanalda sizlarga bukmekerlik, bonuslar va telefondan pul ishlash haqida foydali videolar chiqib turadi. Ko'rganingiz uchun rahmat, hammaga omad.